Bugun Havoxon bizga ugra chuchvara qilib beryaptilar. To'g'ri aytdimmi? To'ppa-to'g'ri chuchvara ugrasi bilan. Marg'ilonda ko'p qilishadi buni. Birinchi ugra chuchvara qilamiz. Sizlar bilan homilador bo'lganimdan beri xamir yeydigan bo'lib qoldim. Har kuni yoki haftada 5 kun xamir ovqat yeyman-da. Hamma aytadi, xamir yevermang, bolangizni katta qilib yuboradi. Bu umuman noto'g'ri menimcha. Bolam katta ham bo'lib ketgan yo'q. 6 oylikgacha bilinmas edi ham qornim. Hozir ham bilinmaydi. Hozir ham 9 oylik bilinmaydi. Bu xamirdan bas, lekin xamir yemasam bo'lmaydi. Bugun hozir ham ugra qilyapman, ugra chuchvara. Mazza qilib, qattiqlab, murchilab, rayhonlar to'rg'ab, qalampirlar to'rg'ab ichib olamiz, xudo xolasa. Havoxon bugun podpисчиlarga nima pishirib beramiz, nimalarni gapirib beramiz. Birinchi ugra chuchvara qilamiz. Sizlar bilan qilyapmiz. Mana qovurib suvni quyib oldik. Damashniy bozordan olmaysiz. Bozordan olingan chuchvaralar menga yoqmaydi, icholmayman. O'zim qo'y yog' qo'y go'shtini chopib, piyozlar chopib, rayhonlar to'rg'ab, sho'rvasini qilib, chuchvara tuyib, yoniga ugra bilan qaynatib ichishni yaxshi ko'raman. Sho'rvasini ko'rsataman sizlarga. Mana qaynab turibdi. Havoxon hozirgi ayollarda bilasiz, ko'pchilikni o'zini shaxsiy daromadi yo'q, problemasi ko'p, hamma kasal. O'zingizni rivojlanish sekretlaringizdan bo'lishasizmi ozgina? Meni rivojlanish sekretim o'zidan o'zi bir kunda ilmli bo'lib qolmaganman. Hammaning ichida talanti bo'ladi. Bu talantni chiqarish kerak. Ijtimoiy tarmoqda aktiv bo'lish kerak. Yaxshi ham Durdona sizda o'qib olgan ekanman. SMMga. Shu bilan video olib, montaj qilib, Instagram, Telegramga qo'yib yurib, xarizmamni yaxshi ko'rib qolishdi. Ya'ni shunday turib gapirishingizni. Hozirgi uyda o'tirganlar qanaqa biznesingiz bo'lsa ham Instagram, Telegram, YouTube'da faol bo'ling. O'sha joylarga qo'ying ishingizni. Videosini o'zingiz oling. Ko'pchilik SMMchi olishim kerak. Mobilograf olishim kerak deydi. Aslida o'zi qilish kerak odam. O'zingiz ichingizda ideyalarni o'zingizchalik hech kim his qilmaydi. Va o'zingiz o'rganishingiz kerak. Meni eng katta o'zimga qilgan yaxshiligim shu Instagram yurgizish, Telegram yurgizishda, YouTube'larda o'rganib olganim bo'lgan. Rostdan ham ishchilaringiz yo'q-a? SMM bo'yicha. Yo'q, umuman SMM montajni ham o'zingiz qilasiz. Montajni ham o'zim qilaman. Yurgan yo'lda kamerani ochib, olib, gapirib Instagramga qo'yaman. Hozir endi Durdonani tavsiyasi bilan YouTube yurgizishni boshlayapman. Telegramda ham o'zim yurgizaman. Umuman SMMchilarim yo'q. Kurslarimizga qiziqsanglar, pastda nomer qoldirib ketaman. Xo'p, Nilufar, sizga alohida o'z boshqa savol bermoqchi edim. Biznesni noldan boshlaganingizni necha marta aytgansiz? Jonli efirlar qilganmiz, boshqa qilganmiz. YouTube'dagilar bilmaydi. Kelinlar kuzatadi bizani, uydagi ayollar kuzatadi, yosh kattalar kuzatadi, yosh kattalar bo'lib ham biznes qilayotganlar bor, boshlayotganlar bor. Noldan qanaqa tavsiya berasiz? Pul ham yo'q biznesga, qanaqa tavsiya berasiz? Noldan birinchi shu Xudodan g'oya ber deb so'rayman. O'z hayot misolida aytib bering o'zingizni mahsulotlaringiz. Men Xudodan g'oya ber menga. G'oya ber deb ko'p so'rardim-da. Nima g'oya so'rashni bilmasdim. Lekin menga g'oya ber, boy bo'lib ketay, tadbirkor bo'lib ketay deb ko'p so'rardim. Ko'ylak tikib o'tirganimda ham. Keyin ob hayot qanday chiqdi? Men ko'p sedana ichib yurardim o'zi. Kirligi uchun yuvib, maydalab, asal bilan zaytun qo'shib ichib yurardim. Keyin endi xo'jayinim keyingi xotini bo'lganim uchun ko'p urushib qolib, ko'p yuragim siqiladigan bo'lib qoldi. Menda ziyon bormikin, bir sehr bormikin deb o'yladim. O'zi ko'p bunaqa gumon qiladigan xotin emasman, birov menga sehr qiladi ham deb o'ylamasdim. Shu sedanaga 40 marta Yosin surasini bir kun o'qib oldim. Zaytun bilan asalga o'qidim. Keyin sedanaga qo'shib oldim. Ichganimdan keyin qandaydir oldingidan foydasi boshqacha. Keyin xo'jayinimga chiqizdim. Keyin bolalarga chiqizdim. Bolalarim bo'yi o'sib, o'smir bolalarim foydasini bilishni boshlash. O'zim hayot siklim joyiga tushdi. Kayfiyatim yaxshi bo'ldi. Oshqozonim yaxshi ishlaydigan bo'lib qoldi. Oldin oshqozonim ko'p yaxshi ishlamasdi. Ichim ko'p qotardi. Ichim qotmay qoldi, qabziyat bo'lmay qoldi.
Foydasi ko'p ekan buni dedim. Keyin o'sha haqda video olib Instagramga qo'ydim. Sedanani tayyorlanishi, uni foydalarini jicha gapirib 1 minutli video qilib qo'ydim. 6,5 millionta prosmotr bo'lib ketdi. Shundan keyin sedana bormi, shundan bormi biz olamiz deyishdi. Keyin opam hamma o'sha sedana bormi deganda lichkasiga o'tib, bizda qora sedana bor deb yozib chiqdilar birinchi savdoda. Keyin bozorga borib 3 kilo sedana olib kelib, yuvib, tayyorlab, pochtadan chiqarib borib sotishni boshladik. Keyin 5 kilo qilishni boshladik. Keyin 10 kilo shunaqa qilib sex bo'lib ketdi. Tarixi haqida gaplashmoqmiz. Shunaqa qilib, bu o'zingiz uchun edi. O'zim uchun edi. Keyin buni ichgan odamlar, masalan, kim qanaqa kasal bo'lsa ichsa yaxshi bo'lavergan, otziv ko'payib ketdi. Masalan, sahri borlar ichsa, sahrim oshmayapti, ertalab dadil turyapman deb otziv berdi. Necha yildan beri homilador bo'lmaganlar ichib, homilador bo'lib qolibman deyishdi, otziv berdi. Ular qarindosh urug'iga tavsiya qilgan, davleniyasi oshganlar, jigar kasalliklar ichib foyda ko'rgan. Yana soch to'kilayotganlar foyda ko'rgan, soch to'kilmay qolgan, chunki oqsil ko'pda sedanani ichida. Keyin sedanada mo'jizaviy bir shifo bor-da, uni tasvirlab bera olmaysiz, mo'jizaviy shifo bor. Shunaqa qilib qayta xarid bor bizda. Qani, menda savol bor. Raklarga ham, qanaqadir og'ir kasalliklarga ham ichsa bo'ladi va shifo berganlarini eshitganmisiz? Mahsulotlaringizdan. Juda ham o'sha aytdim-ku, boshida aytdim shekilli, o'sha rak bo'lib ovqat umuman o'tmay qolganlar sedana ichib, ovqatga kirishib qolgani, ishtahalari ochilib qolgani haqida. Endi umr e'tibor-ku, o'tda og'irlarga ham berishga, masalan, 5-sinf rak qizni ichirgani dadasi kelib rahmat aytgan, ishtahaga kirib qoldi. Kayfiyati ham ochilib qoldi bolamni deb. Miyomalar so'rilib ketayotganini, oshqozondagi yaralar, ichakdagi yomon infeksiyalar yo'qolib ketayotgani haqida juda ko'p o'tsifimiz bu qora sedanani. Ichish tartibi 2 mahal. Ertalab oshqozoni yaxshi ishlamaydiganlar, ertalab tursa og'zidan yomon hid keladiganlar och qoringa ichish kerak, oshqozonni tozalab yuboradi. Boshqa odamlar bo'lsa to'q qoringa nonushtadan keyin ichib oladi, kechgacha charchamaysiz, energiyaga to'lib yurasiz. Vitaminlar bor-ku, masalan, har kuni ichiladigan vitaminlar, har xil vitaminlar, kollagenlar. Ularni ham o'rnini bosarmikan, yo'q, parallelni vitaminlar bilan ichsa yaxshimikan? Vitamin ichmaydiganlar sedanani o'zini ichsa tavsiya qilaman. Masalan, men homiladorligimda Elevit, Mamavit iching deyishdi, ichmadim. Faqat sedana ichib yurdim. Shuni ichidagi yetdi menga. Ishtaham yaxshi bo'ldi, katta-katta ovqatlanib, faqat sedana ichib yurdim, charchamadim. Bir marta patologiyada yotib davolanmadim. Yo qoningiz kam yoki suringiz loyqa, unaqa muammolar chiqmadi menda. Demak, o'zini ichishni tavsiya qilasiz. O'zidan tashqari qanaqa mahsulot bor? Obi hayot brendida, Havo shifo brendida havo shifo. Asal bor. Ruqya qilingan asalimiz bor, toza tog'da asali. Unga 40 marta Yosin surasi jonli o'qib ruqya qilingan. Uni ichgan odam ertalabda, saharda ichsa, Amir Temur hazratlarini vabodan toza asal ichqizib tuzatishgan. Vabo paytida, ya'ni vabo o'sha o'tkir virusni tarqovchi kasallik, o'shandan asal bilan. Asal ichsangiz immunitetingiz baquvvat bo'ladi. Qonni tozalaydi. Saharda bir kosa to'la asalli suv ichish kerak, bir osh qoshiqda asal solib. Sehr, ziyon, nazarlaringizni chiqaradi u asal. Asalim hozir shu yerda bor edi. Mana, hozir tagida qolgan, butunini sexdan olib chiqsam bo'ladi. Mana shu asal 800 grammlikda toza asal. Biz faqat toza asal sotamiz, hech qanaqa bir konservant narsa aralashmagan. 150 ming so'm. Bu dam solingan uchun ichingizdagi ziyonlar chiqaradi. Ham qonni tozalaydi, jigarni yuvadi, kayfiyatni ko'taradi. Saharda asal suv ichgan odam kasal bo'lmaydi. Payg'ambarlar alayhisalom aytganlar, 2 ta narsada shifo bor. Biri Qur'onda, biri asalda. Qur'on qalblardagi kasalliklarga shifo bo'lsa, asal tanadagi barcha dardga shifo deganlar. Mana sedanani ichida ham asal bor. Asal bor, shunaqa toza asal qo'shganmiz. Demak, bitta odam ham asalni ertalab suvga,
ham buni ichgani, ikkalasini baravar ichgani foyda. Judayam, ha. Men o'zim har kuni bir kosa asal ichaman. Undan keyin bir pas dam olib sedana ichaman. Hop, men ham sotib olgandim. Esingizda bo'lsa, o'zingiz bergandingiz. Turmush o'rtog'im sochlari oqarayotgandi. Endi 37larga chiqdilar. Rezultat ko'rganmisiz? O'zi ovotganlarda realniy. Ular endi bitta idishni tugatyaptilar. Qanaqa o'tizlar aytishgan? Sochlar bo'yicha emas. Xo'jayinim ham sochi rosa oqi ko'p edi. Hozir oq qora aralashib ketgan sochlari orasiga. Men o'zim salkam bir kam 40 ga kirganman, hali sochimga oq tushgan yo'q. 5 yildan beri qora sedana ichaman. Bir dona ham oqim yo'q sochimda. Biz ham to'xtatmasdan ichamiz unda. Ichinglar. Keyin soch to'kilayotganlar, sochlaring to'kilmay qoladi sedana ichsalar. Bolalarga berishdachi? Bolalarga, yosh bolalarga gijjalarini tushiradi, jigarini tozalaydi. Masalan, yosh bolalar jivachka, qurut, kireshkilar ko'p yeb qo'yadi-yu. Jigarini tozalab tursa, jigar sog'lom bo'lsa, odamning ishtahasi yaxshi bo'ladi. Shu ishtahasi yo'q bolalarni jigarini tekshirtirish kerak. Bo'lmasam shu qora sedanadan qoshiqcha juda har kuni 2 mahal berib turilsa, ishtahasi ochilib qoladi. Mana. Sho'ralar tuyib oldik, yarmini nariyoqqa sovabmiz. Video qilmasdan. Mana. Yarmini sovib oldik. Bu ovqat muncha qizildi meli. Bolgarskiyni qirg'ichdan chiqarib solganman-da. Shuning uchun. Keyin rangi oppoq bo'lib ketadi, juda ko'p sovorsiz. Nimani? Xamirdi. Hozir xamir buni rangini ochartirib yuboradi. Bo'ladimi? Sho'radan keyin endi buni kesamiz. Mahsulotlarni olib kelib berishdi Nilufar. Bu tabiiy asal. Qayerdan olib kelasiz endi? Asal haqida aytib bering. Bu tog'da asali. Toza asal. Qirg'izistonda oq asali. Qirg'izistonda, O'zbekistonning tog'li hududlarida turadi. Rosa yaxshi asal. Olgan odam qayta oladi. Hech qanaqa konservant narsa qo'shilmagan. Ochaylikda. Shunaqa hidi ham mashalloh buni. Hidi ham juda boshqacha. Zaytun yog'ini Alloh taolo Qur'onda 7 marta zikr qilgan. Uni ichib yurgan odam kasal bo'lmaydi. Ayniqsa o't tufayli ochadi, qabziyatni yo'qotadi. Terini elastikligini oshiradi, tiniq qiladi yuzingizni. Qo'llaringizni ham, shu tirishlaringizni ham nisbatan yozadi. Endi odam yoshi o'tgan sari unaqa olmadek dirkillamaydi, lekin doim olivka yog'i ichib yurgan odam boshqacha sog'lom bo'ladi. Homiladorlar ham olivka yog'i ichib yursa, oson tug'adi, elastichligi oshadi terisini. O'zim ichib turibsiz-da, demak. Har kuni bir qoshiq zaytun yog'i ichaman kunda. Agar icha olmagan kunim zaytun yog'ida ovqat qilaman. Salatlarga qo'shib yuboraman. Imini mashina ovqatga ham solsa bo'ladi, salatga ham solsa bo'ladi, ichsa ham bo'ladi. Ovqatga ham ishlataveraman, salatlarga ham ishlataveraman. Bunga ham Yosin o'qilgan. 40 marta Yosin surasi o'qilgan va ko'plab shifoyatlari jonli o'qilgan. Boshingizga, tanangizga, og'riq joylaringizni surkasiz, og'riqlaringiz ketadi. Bir qoshiqdan ichib yursangiz, ziyonlaringiz chiqib ketadi. 21 kun zaytun yog'ini kindikka tomizing. Ko'z nuringiz tiklanib, xotirangiz kuchayadi. Chunki kindikka hamma organlar ulangan. Qora sedanani ichida ham bor-a? Ha, qora sedanaga ham xuddi shu toza yog'dan qo'shamiz, zaytun yog'idan. Endi buni chuchvaramizni qarab qo'yaylik. Qaynayapti. Hurmatli ayollar, uyda YouTube ko'rib, Instagram ko'rib, siz ham vaqtingiz o'tadi. O'zingiz ustingizda ishlang. Nimadir kasbingizni ijtimoiy tarmoqda yurgizing. Sotuvlar qilishni o'rganing, target yoqishlar o'rganing. Masalan, men tikuvchilik qilayotganda bitta ro'molni tikib turib, o'shani obzorini qilib, oddiy video olganman va undan target yoqqanman. Targetdan 15 mingta odam olib kirganman va 1,5 ming dona ro'mol sotganman. Pochta orqali chiqarib yuborasiz, odamlar bilan muloqot qilasiz, qo'lingiz pul ko'radi. Ijtimoiy tarmoqda yurgizing o'zingizni biznesingizni. Sizga meni xolis bitta maslahatim. Men eplolmayman-da demang, hamma eplaladi, hamma. Boshida qarindoshlardan tosh otiladi-ku.
voy, nima bo'ladi senda qanaqa ketishsa? eringiz indamaydimi degan savollar bo'ladi. Voy, endi bloger bo'lib ketibdimi, biznikiga kelmay qo'yaversin deyishgan qarindoshlarimiz ham. Mana hozir hammalari qandayni ur, malades, zo'r qilyapsan, bizga ham o'rgat deyishyapti. Gap so'zlarga, negativlarga e'tibor bermaysiz. Ular sizni orqaga tortadi. Siz maqsadingiz sari yuravering, yaxshi bo'ladi. Siz bolalaringizni, o'zingizni, ishingizni, komfortingizni o'ylang. Mana shu ishlarni qilsam, bizneslarimni qilsam, maza qilib yashayman, komfort yashayman, ishim yuradi deb olg'a yashash kerak. Umuman negativlar o'ylamaslik kerak. Shu bilan solasizmi? Voy, qozon ketdi. Shu bilan solib tashlayman. Bismillahirrohmanirrohim. Hozir bu yoqda ham, bu yoqda ham suv qo'ydim. Qaynab chiqdi. Oxirida gaz o'chib qoldi. Lekin plitaga olib qaynatib oldim. O'g'ira solganda. Gaz o'chib qoldi. Ofiyat bo'lsin, ovqatga suzyapman. Eng yaxshi ko'rgan ovqatingiz qaysi? Mana shu o'g'ira chuchvor. Eng yaxshi ko'rganim. Xo'jayinizga shu go'sht xo'jayinizga soling. Ovqat qilish mazami sizga, suzishmi? Yeyishmi? Yeyisham. Hammasi. Men bitta narsani bildim. Siz ovqat qilayotganingizda o'zi yeyotganingizni tasavvur qilar ekansiz. Ha. Qatiqlab, murchilab deb o'zimga qaytardim. Ayollarning baraka siri nimada? Puldagi baraka siri. Barakani siri o'zi hammada baraka bor, aslida qanoatda. Chunki hozirgi yashab turgan holatidan nolib turib, qachonlar 10 yil, 20 yildan keyin bo'ladigan ishlarni kutib norozi bo'lib yashaydi. Aslida hozirgi bergani Allohniki-ku. Shuni o'sha hozirgi ne'matlarni ko'rib, shukr qilib, bir turomni yesa ham shukr qilib yashash o'zi baraka. Lekin qachondir erim ish yurishib ketsa, zo'r bo'lib ketsa, keyin men baxtli bo'laman degan fikrda yashaydi. Keyin o'shanda Xudo taolo uni yurib turgan ishi ham yurmay qoladi, barakasini olib qo'yadi, men deb o'ylayman. Keyin o'ylaymiz. Yo'qman.